Erim qo'ymaydi. O'shada eringiz qo'ymaydi O'zbekistonga. Mm-mm. Sen qayerdan tanishib qolding u bilan, begona bola bilan deb o'tirman. Tan qo'ying, menga tinchlik kerak hozir. Yo'q, boraman demayapman. Shuni tabriklayapman. Nima deysiz? Siz nechiman dedingiz? 90 nechiman dedingiz? 90? 90-yilmisiz? Ha, o'xshamaydi. Mana nimani yo'qay. Ana xomshab kiryapti nimagadir. Hozir bilmayman. Namuncha yorug' bo'lib ketibdi. Ha? Namuncha yorug' bo'lib ketibdi deyman. Qarang, yorug' tushibdi уже. Ben Tushgan. namuncha deymanda u tomonda va bizda qop qorong'u-yu. Yorug' tushibdi. Manzarani ko'rsatingchi bir ko'chani. Endi xafa bo'lmaysiz. Yo'q, nimaga? Xafa bo'ladigan gap emas. Bir ko'rsatingmi? Manzarani ko'rsating. U monitor bor ekanda, shuni ham hisobiga-da. Qaysi monitor? Mana. Nimani aytyapsiz? Mana sal o'ng tomonga buring, telefonni sal o'ng tomonga. Yana buring. Bu yoqqa. Yo'q, o'ng tomonga. O'ng tomonga. Mana. Bu chap taraf. Qaysi tomonda monitor? Sizdan chap, mendan o'ng ekan demak. Demak, qaysi tomonda monitor ko'rinadi-da? Televizorga o'xshagan joy. Nima u monitor? Iye, tavba, siz qayerda katta bo'lgansiz? Ha, telefonda bo'ldi. Oynadan ko'rinyapti, oyna aks qaytaryapti ekan. Ay. Siz qayerda katta bo'lgansiz? Oddiy prostoy qizman. Maqlay. Siz qanday rasga kelib qoldingiz? Agar ko'nglingizga olmasangiz bir aytingchi, shu qiziqdim-da sizga. Hayotingizga. Muhammad, unaqa sochaymi efirda? Ukam ketdi. Shuni aytyapman. Unaqa sochaymi? Ko'tar deyaptilar. Hamdan atara. Tushunmayapsiz-ku? Allo. Sen uxlamading hali. Qadarga kutib o'tirdim, bo'lmadi. Hozir uxlayman birpasdan keyin. Bo'pti, sizlarga xayrli biz ozgina uxlaylik endi. Ertalab bo'pti o'zi. Mayli, xush kelibsiz. Oysha ertaga kirarmiz endi. Ha, bilmaganingizni o'rgataman begonarsini. Sizlarga omad, suhbatlaning. Mayli, xo'p. Charchamayli, yaxshilamayli. Xush kelibsiz, xo'p. Nasibsen. Siz nima uxlamayapsiz? Siz nimaga uxlamayapsiz? Mama. Bir savol bo'ldi. Lekin nima degani? Ha, Aysha. Ya dokumentalni boshqa, lekin ikkinchi ismim bu. So'rayapti kimdir. Ismingiz rostdan nima ishim? Lekin meni ko'nglim
ochiq. Lekin talabman. Agar nohaqlik qilsa, Ha? lekin nohaqlik qilsa bironta shartta gapirib yuboraman lekin. Kim? Men talabman, haqiqatga qarab Haqiqatan. gapiraman. Yo'q, to'g'ri. Siz gapirmoqchi bo'lgan gapingizni men gapirib berib qolay. Haqiqat talabman deng. Men gapirolmayapman. Tavba qilmasin. Siz tilingiz aynalmay qolyapti sizda qandaydir. Men Haqiqat talabman deng. Ha, shunday. Haqiqat talabman. Siz qiynalib gapirib yotmayman o'zim. Nima deyotganingizni men o'zim tushunib, siz nomingizdan javob beraman men. Hozir kelaman. Hmm? Nima deysiz aka? Bir chiqib yana kiring. Bir marta chiqing. Boshqatdan kiring. Qarang, qo'shiq qo'ygan paytim eshitildimi? Hali yo'qmi? Eshitilmaydimi? Eshitildi. Sizdaqa opam bo'lsa ekan eshitib o'tirsa, ha deb dardlashgan odam yo'q. Opanggiz yo'qmi? Real hayotda. Yo'q. Opam yo'q lekin. Shu alam qiladi opam yo'qligi ham. Hammalaringiz nima aka-uka shunday men shu tirizamni yopsam, men shu